Assalomu alaykum hurmatli haydovchilar. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, Avtoyurist kanali orqali o'sha savollarga video orqali javob berilyapti. Bu tushuntirishga oson bo'lish uchun video orqali javob berib borilyapti. Shu ishimizda davom etamiz. Demak, yuqoridagi savolga e'tibor qaratasiz. Yengil avtomobilga ham, mikroavtobusga ham chapga burilishga ruxsat berilgan, ya'ni ikkala haydovchiga ham bir xilda ruxsat berilgan. Endi amaldagi yo'l harakati qoidalarining 55-bandi 2-xat boshiga ahamiyat beramiz. Nima deydigan? Bir yo'nalishda harakatlanayotgan transport vositalari, demak, mikroavtobus ham yengil avtomobil bir yo'nalishda harakatlanyapti. O'zaro bir vaqtda qayta tiziladigan bo'lsa, demak, ikkalasi ham bir vaqtda qayta tizilyapti. Ya'ni chapga burilishyapti. Bu chapga burilish ham qayta tizilish hisoblanadi. Bir vaqtda qayta tizilsa, haydovchi o'ziga nisbatan o'ng tomondagi transport vositasiga yo'l berishi kerak. Bu amaldagi yo'l harakati qoidalarining 55-bandi. Ya'ni to'liqroq aytaman, 55-bandi transport vositalari o'zaro bir yo'nalishda harakatlanayotgan transport vositalari o'zaro qayta tizilayotganda haydovchi o'ng tomondagi transport vositasiga yo'l berishi kerak. Demak, yengil avtomobil mikroavtobusga yo'l berishi kerak. Agar o'sha joyda qandaydir bir ko'ngilsiz hodisa sodir bo'lib yo'l transport hodisasi bo'ladigan bo'lsa, unda yengil avtomobil aybdor hisoblanadi. Bundan da qiziq ma'lumotlar bilmoqchi bo'lsangiz, kanalni kuzatishda davom eting. Hali yaxshi ma'lumotlar oldinda sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yetkazib borishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.